O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tegishli chora-tadbirlar rejasiga ko'ra, Namangan viloyat Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, shuningdek boshqarmaning korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat sho'basi tashabbusi bilan 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni oldidan Aksel korrupsiya oyligi doirasida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Unda boshqarma boshlig'i A'zamjon Isoqov, boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari, barcha tuman, shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari mudirlari, umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari hamda OAB vakillari ishtirok etdi. Tadbirni boshqarma boshlig'ining o'rinbosari Xayrullo Abdurahmonov olib bordi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28-oktyabr kuni soha vazirining 412-son buyrug'i bilan 1-noyabrdan 25-noyabrga qadar korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi deb e'lon qilingan edi. Dastlab mazkur oylik davomida maktabgacha va maktab ta'limi muassasalari hamda tashkilotlarida o'tkazilgan yoshlar korrupsiyaga yo'q deydi mavzusidagi eng yaxshi rasmlar tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. G'oliblarga tanlovning diplom va sovg'alari topshirildi. Tumanda bo'lib o'tgan korrupsiyaga yo'l yo'q mavzusidagi rasmlar qo'llik tanlovida 35 ta maktab ichida birinchilikni qo'lga kiritdim. Emotsiyalarim juda ham kuchli. Bu rasmda turli mavzularga oid ko'rik-tanlovlar bo'lib o'tdi va viloyat bosqichiga yo'llanma oldim. Shundan so'ng boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari Muzaffar Isayev va Muzaffar Mo'minov, shuningdek boshqarmaning korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat sho'basi mudiri Abdullajon Usmonovlarning oylik doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlari tinglandi. Ta'kidlandiki, jamiyatdagi eng xatarli illat bu korrupsiya. Bu so'z mazmunan yemirilish ma'nosini anglatadi. Demakki, u qaysi sohaga aralashmasin, o'sha sohani tubdan yemiradi. Ayniqsa u ta'limga aralashsa, nainki qonun ustuvorligi va adolatni izdan chiqaradi. Shu bilan birga yosh avlod yo'lida soxta bilim botqog'ini keltirib chiqaradi. Eng yomoni kelajakni zaharlaydi. Binobarin barcha tuman, shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlarida korrupsiya illatiga moyil omillarni erta aniqlashga qaratilgan huquqiy nazorat jarayonlarida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olish va odob-axloq qoidalariga rioya etish bo'yicha profilaktik tushuntirish ishlari olib borilayotganligi aytildi. Bu haqda boshqarmaning korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat sho'basi mudiri Abdullajon Usmonov intervyusida. Ko'zlangan maqsad maktabgacha maktab ta'lim tizimidagi korrupsion holatlarni oldini olish, tizimni raqamlashtirish va barcha olib borayotgan ishlarni shaffofligini ta'minlashdan iborat. Kelgusida mana 2026-yildan boshlab yana qo'shimcha maktablarimizda va maktabgacha ta'lim muassasalarimizda ishga qabul qilish, bolalarni bog'chalarga qabul qilish jarayonlari ham to'liq raqamlashtiriladi va o'sha inson omilisiz bu ishlar amalga oshiriladi. Undan tashqari vazirligimiz tomonidan byudjetdan ajratilayotgan mablag'larimizni ham davlat xaridlari borasidagi to'liq nazoratga olinadi va maqsadsiz sarflanishini oldini olamiz. Albatta bu barchasi prezidentimiz tomonidan va hukumatimiz tomonidan qo'yilayotgan vazifalarni samarali bajarilishiga va xalqimizni rozi qilishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Saidolim Abdurahmonov, Akbar Mansurov, Furqat Mahmudov axborot xizmati uchun maxsus.